Joriy yilning 19-iyun kuni kechqurun Tojikistonning Xo'jand shahridagi sobiq Temur Malik nomi bilan mashhur Yakkasaroy restoranida kuchli yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida Asia Plus xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan, biroq yong'in oqibatida bino deyarli butunlay vayron bo'lgan. Umumiy maydoni 631 kvadrat metr bo'lgan 3 qavatli binoning yuqori 2 qavati butunlay yonib ketgan. Binoning qolgan qismi ham jiddiy zarar ko'rgan bo'lishi mumkin. Muhim yangiliklarni birinchi bilishni istaysizmi? Unda kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Ammo zararning aniq miqdori hali aniqlanmagan. Voqea joyida hozir bo'lgan shahar yong'in xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri Asia Plus muxbiri bilan suhbatda qayd etishicha, yong'inga o'tin yoniga uloqtirilgan mangal panjarasidan yonayotgan ko'mir sabab bo'lgan. U gaz portlashi haqidagi mishmishlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar gaz portlashi sodir bo'lganda, hammasi butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'lardi.